O'lgur Angliyalik. Senlar bizning talabimiz ma'qul bo'lishmasa, hammani bir-birlab o'ltirib o'tamiz. Hammaga qaysona bizni bundoq ko'p jafo qo'yishganligiga sabab bo'ldi. Olagansan Tamil Nadu'nun içki işler ministeri. Sizni bu yerga nima chaqirib kelganimizni bilamsiz. Hindistonning tinchligini buzish. Hindistonning tinchligini buzish? Bizning shimoldagi Bombay va Doli qatorliq shaharlarga qilgan hujumimiz butun davlatga tahdid ipkilalaydi. Bizning keyingi planimiz janubdagi cho'ng shaharda Checheniyada tortilish yeb berib, bizning kuchimizni namoyon qilish. Hech kim u yerda bomba portlalaydi deb xiyol qilmaydi. Ben bildim. Ben bu hizmetini üstüge alalaydigan en muvafiq namzat bo'lg'achqa. Sizlar meni bu yerga tutib aketgansa-da, men kafalat berman ki, Tamilnaduda menda mudda ilgari odam yo'q. Nilajer bütün o'simliklardan qoplangan yana 4 zavod har xil atkasmol yasaydi. Sobiq ichki ishlar ministri taxtdan tushgandan keyin men ichki ishlar ministri bo'ldim. Sizning deganingizdek, ana shu ya bizning yerimiz. Onun ustiga mening bahoyim, qarang, mening bahoyim 50 milliondan 5 milliardga o'sdi. Menga qanday qilishni deb bering. Bo'lamdi, ha? Ha, tez deb bering. Men qanday qilishim kerak? Deb beraman. Checheniyadagi portlatish bir vaqtda yuz berishi kerak. Biz Checheniyada yo'qotish xarakterli hujum qilib, Hindistonda sarosima paydo qilishimiz kerak. Shunda biz Tamilnaduni qabristonlikqa aylantirib yetamiz. Jihod! Yaxshimisiz? Diqqat qilinglar. Bexatarlik diqqat qilinglar. Efendi, boshliq u yerda xil qamlashtiribdi, ha? Yaxshimisiz? Na, sen nihoyatda yaxshi qilding. Men intayin xush bo'ldim. Garchi tunji qitim qilgan bo'lsa-mu, lekin ular vazifani o'ngishli tamomladi. Shunda, bu faqat bir boshlanishi. Bundaq ishni chiqqanimiz. Biz ham yaxshi qila olamiz boshliq. Terrorchilik harakati shimol tarafning Tamil Nadudida yuz bergan. Hey, uni ko'kdek nimasi bor? Buni qara. Bu suratlar portlash yuz bergan naq maydon turib tortilgan. Agar kunlik gazet nashriyatchilar buni talab qilsa, texmi jiq bor. Nim bo'ldi bordi? Aytib beqing. Bu ishlarda bizning mas'uliyatimiz yo'qmi? Uning dadisi aeroplanga chiqishdan ilgari uni nashat qilib, men bilan birga keting degan. Yana tag'in Nyu-Yorkda uning xizmat deb berishga va'da bergan. Sen bugatga ko'midingmi? Hammalar bu nuqta sal qarabdiq. Biz asli haqiqiy xabarni e'lon qilsak bo'ladi. Siz qanday qaraysiz?
Bular acaba xabar emasmi? Siz bu suratlarni xabarning o'rnida taqasangiz, faqat o'qirmanlarning ko'nglini xush qilish uchun bo'lsa bo'lmaydi. Biz yana tirishib, o'sha ziyonkashlik uchirgan kishilar uchun hal qiladigan amal topishimiz kerak. Amsi biz tunji qadamni bu yerdan boshlaylik. Bu yer hozirga kelguncha axborot vositalari bilan ishlarni qatmagan. Biz cho'qim ehtiyot qilishimiz kerak. Bunu qo'yib banda qilma, tez bo'l. Ma'qul xo'jayin. Tez bo'l. Tez. Buni ipma. Tez bo'l. Ma. Tez bo'l. Ma'lum. Tez bo'lish. Etimib qalay unda qilmoqman kelar ayda qo'yqinmas istemam. Mehmonlarga chiroqni ko'rsat, bo'la, tez bo'l. Bo'la. Yo'q, tez bo'l. Buni bilan oldingisini selishtirgan qaysi bo'ladi ekan? Ovqiz. Bo'lmaydi. Hey, ovqizlarni akinlar. Nahkimi ko'mamoqchidim. Sayti, bular-ku. Bu qanday ekan? Teshdiqmi? Hey, bu yerda axborotchilar bor ekan. Rostla ular bor ekan. Ularni bir taraflab yutinglar. Ularning jasnini chiqarish bo'lmaydi. Badi tez bo'l. Tez bo'layli. Siz yana ayrilib mangayli. Biz tatgan narsani osmon televiziya stansiyasining odamlariga topshirib bering. Men Xolid bilan yaqinda so'xchixonaga boray. Salohiyat shu. Menimcha ular axborot idorasining odami. Men telefon berib deb qo'yay. Nima ish bo'ldi bari? Ular allaqachon soqchi idorasi kap bo'ldi. Siz ehtiyot qiling. Voy tag'rim, ular bu yerga keldi. Siz lentini elib tez meni. Tutilib qolmang. Maqdangizmi? Men hozir yo'lda. Ketdim. Tez men. Unda qilma. Ragarning mashinasi. To'xtang, Bardi. To'xtang. Bardi. Ragar uyuribdi. Ular keldi. Tez men. Buni. Chapsa buni. Tez. Men bo'lamidim. Ha, men bo'lamidim. Tez bo'ling. Biz xatalashdik. O'z kuchimizga boqmay, ularning orqasidagi amaliy kuchning 13 cho'nligini bilmabdik. Ularning yo'qisi faqat bir xiyol ekan. Tez men bo'lmasa ular sizni o'ldirib ketadi. Tez bo'ling. Ular sizni o'ldirib ketadi. Tez bo'ling. Tez. Sen hamisha yangi xabarlarni topsan. Biz sana texmi yangi, texmi sarxil bo'lgan xabarlar bilan ta'minlay olamiz. Oldingi kuni faqat Tamil Naduda portlash ilib bordi. Bu faqat bir boshlanishi. Kelar haftaning bashi yana portlash yuz berdi. Uningdan keyin texmi ko'p. Sen bizning kimligimizni bilmaysan. Kimning bizni qo'llayotganligini bilmaylar bizga hujum qilib keldi. Bizning orqa terkimizning hammasi cho'ng amalda.
Seni bevosita jannatga uzib qo'yaylik. Sen shu yerda xabar e'lon qil. Eliq köyüp ketken cesetini suv taşırdыңlar. Hiç qandaq tutqat qalmısın. Bu faqat bir boshlanishi. Kelar haftaning bashi yana portlash yuz berdi. Uningdan keyin texmi ko'p. Bu xabarlar soni nisbatan yetarli bo'lgandi. Ularni yo'qotish faqat bir xiyol ekan. Men egallagan uchurlar faqat axborot orqali kuchini ko'rsatmaydi. Ogohlantirish. Men odamlarga baloyi ofat etkagan ish qotilni yo'qotdim. Tuniginki portlatish hodisini mushlar qilgan. Men bu haftaning bashi yana portlatish yuz berganligini bilaman. Jinoyatchilarga qarshi turg'uchi o'tkir pichoq bo'lganman. Bu ishlarning yuz berishiga hargiz qarab turmayman. Var etmez. Ogohlantirish. Men odamlarga baloyi ofat etgan 3 qotilni yo'qotdim. Bugungi portlatish hodisasini mushlar qilgan. Men bu haftaning bashi, ya'ni portlatish yuz berganligini bilaman. Men bu qitimqi portlatishning oldini to'squchi Validir ham. Oxir bu qitimqi portlatishning oldini oldigan Baturdan biri chiqibdi. Men sana bu vazifani nihoyatda mo'yinda topshirgan. Zada qayerdan mas'ul chiqdi? Bu ishlarni u to'tidan boshqa hech kim bilmaydi. Men uning bu gaplarni qanday yezib chiqqanligini bilmay qoldim. Endi qanday qilamiz? Hey! Men hukumatdan qo'rqmayman. U ablahlardan qo'rqib ketmayman. Aslidagi plan bo'yicha qilaveringlar. Bu qadimgi portlatishni kim to'salaydi ekan? O'rg'oq faqat odam o'ltirishga ishlatilmaydi. Yana o'rin egilashga ishlatildi. Siz o'rin zakaz qilmoqchimi? Bu degan mening o'rnim. Ha? Hey, Rasul Soltak! Singlim! Aka! Ha, keling. Chapsam bo'lar. Men o'rg'oq bilan sizga o'rin ep qo'ydim. Siz shu yerga berib o'tiring. Mama! Oy, uning qo'lini tutsam shunday xiyoran bo'lib ketaman. Hemen qo'limni yegib olay buning bilan. ಕೈ ಪಡಲಿಲ್ಲ ಮಾಮ ఏంటి ఇప్పుడు వరసరా
compound dinaversam, beraversa. Oo, siz shunda his qilsangiz yetarli bo'lmaydi. Men bu shunda his qilishim kerak. Bo'ldi. Oyoq berib o'tiraman. Mena. Hey, o'tib olay. Taqa, kelib. Meni qizimni rad qilgan odamning yordamiga muhtoj emas. Men tura olmayman. Makinaga. Ey, Abdullah, qarasan. Bo'la. Mana men keldim. Sizlarga aytdim. Kelib, Qur'onni menga ber. Bo'la. Ey, u kim o? Kingsi. Ey, siz kim o? Tizimli kishida o'zingiz yo'q-ku. Siz bilet tekshiruvchi bo'lyapsizmi? Men faqat damkilni bilaman. Siz qaysi peshga o'tadi? Men bilet tekshiruvchi. Bizning kentda nima ish poyezd haydaysiz? Biz bunga chiqmay qanday qilamiz? Siz poyezdning yurishiga to'sqinlik qildingiz. Bilamsiz? Oho, shundaqmi? Pul beramdi bileti. Pul. Ket. Sen uning kimligini bilamsan? Kim? Bizning Bagdodimiz. Kim? U bizning kentda Bagdodisi. U bizning kentda rahbari. Bizning vakilimiz Yuri Kaligusta. To'xta. Siz men to'xta dedingizmi? O sizlarning Bagdodlar bo'lsa-mu, menda bilet olgandan keyin bu kalitni ma'nolaydi. Siz nima ishqa uningga bularni deysiz? Yog'liqni ichinglar. Kelinglar. Bularni deysiz. Mana bu. Voy. Mana bu. İlana, endi poyezdni haydaysan. Voy! Xo'sh. O, Tangri. Butun kentdagilar uni uzatqani kapti. Qaraganda u cho'ng amaldorga o'xshaydi. Ular uni poyezdga chiqqanini ko'rgandan keyin uning qiynashlardan qutuldiganligiga xo'shal bo'lib qolishdi. Ha? Nima? Ular uni kalitdan qo'g'libatdi? Shundoq. Ular uning baham tepib, poyezddan tushib qolishidan bak ansiraydi. O zodi nima qilgan? Qo'lni menga ber. Men deb berman. Ilgari chiroyli bir kent bo'lgan. Ilgari tinch o'tayotgan kishilar uning paydo bo'lishi bilan tinchlikdan ayrildi. Ey, Vari, qochma. Qochma deyman. Ey, to'xta. To'xta. Jim tur, Vari. Bu qidim tanlashda men bilan tanlash qatnashgan qarshi tarafdan bilet tashlab tushirishni hojat yo'q. Voy bishim. Bir siqish bilan sizni urdi. Mana bu partiya qarshi chiqqanlar. Oho, mashina. Menga zodi suv beramsan yo'q. Bu sara. Meni televizor ko'gil qo'yamsan. Qarab tur, hamon bir kun och televizorni chiqib o'tmaydigan bo'lsam. O, Tangrim. Ey, to'xta. Kechir. Joynish uyda er kishining ovozi olmayotdi. Erim. Ha, bo'pti. Nima qilgan bo'lsa shuni qil. Ey, siz meni tag'ammi emasmi? Agar 5 minut vaqtim bo'lsa-mu, hurmatim bilan yashab olay. Ey, men to'g'ini tutib kelgan. Qadrligiz, keling. Siz yanimga o'tib turing. Kelib meni so'ra. O'tib turing deyapman. Bir teskga o'tib. O'tib turaman. Oy. Ey, to'xta. Siz meni to'g'ini tutib qo'ymadingiz. Hey, mashina. To'xta. Biz uyda to'qishib qilishni planlamagan. Ya bo'lgandan keyin ondan Uxlamay tushishga uribsiz. qarala, nima o'ylasam shu keldi. Mana bugun omadim bor ekan. Kechiring birodar. Men to'g'ini tutaman. Lekin meni kichkinim oramayotgan. Ey, to'xta. To'xta deyman. Oy, acha. Bu kim o? Nima ish qilishini oldi? U mening uyimga kelgan mehmon. Asli bu atalmış mehmon kutishganda. Sen meni o'yinni qilsan. Qo'yaq qayak baqatimiz. Bu chiroq buzib qolgan, men buni yasab qilmagan. Rost bilmamsiz, yak yolg'on. Men bilmayman. To'xta deyman. To'xta. Hey! Oy, siz bu to'xtirimizni nima ish qilasiz? Vari. Ey. Ho, tutib oldim. Sizning bu ishlarni qilishingiz faqat mush to'xini tutish uchunmi? Yo'q, singlim uchun. Shunda. Uning singlisi to'qoni ermak hayvonning o'rnida baqdi. Uni tutib. Mana, tutib oldim. Ey. Siz nimaga uncha hayron bo'lasiz? Bu aksingil bir yakkasi faqat kanitdagilarga avorchilik aytilib qolmay, kanitdagi quduqni qurtibdi. Men shuni bozor maktabiga olib berib pulni iqtisod sirtiga saqlavatdim. Ey.
Sen nimish qutini uyak to'ksan? Cho'qim mening gapimga ishonmaysan. Eng yaxshisi tezroq bu yerga ketgin. Avval deb baqa. Bu quduqda oltin bor ekan. Rasma. Singlimning nomiga qasab qilib beray-ya. Bizning kanatdagi quduqda oltin bor ekan. Varining singlisining nomini qasam qilay. Shundoq dedi. Oltin? Oltin bor. Yurla. Vari haqiqatan yaxshi odam ekan. U bo'lmagan bo'lsa, biz buni bilmagan bo'lardik. Bizning ajdodlarimiz bizning kentni Pavnur deb atagan ekan. Ular cho'qim bu yerda oltin borligini bilgan-ya. Sen uyda chiqib bozorlik maktabga bada. Shuni sen suv tatmasang bo'ldi. Sen ketib bu yerga biz mas'ul bo'lamiz. Hey, tezroq suvni tatayli bular. Chapta. Hey, oltin ekan, parqiravotidi. Qaranglar. O oltin emas ekan. Buni taqir beshgan. Oltin emas ekan. Tez uni ketib Uringlar, yo'qot. To'xtanglar. Sizlar saram bo'ldinglarmi? Sizlar xishlanmamsizlar. Bundan qilsanglar qachonda suvni tatib chiqib bo'lasizlar. Suv tatqichni ishlatinglar. Tezroq oltin eqib ketishni buni unutib olaylik. Siz avval kemodiki yaxmalingizda. Meni beshimga tashlamanglar. Oxir topdim. Sen oltin topdingmi? Qayerda? Singlimning o'zligini topdim. Hey. Sening butun kanatdagi odamlarni patparoq qilishing, mushu 200 rupiyalik o'zi kuchimmi? Uning ustiga hamma odamlarni saran qilyapti. Bu o'ziga menga nisbatan shunday muhim. Bu degan akamning menga qilgan sovg'asi. Faqat sen butun kentdagi odamlarni yordamga chaqira olasan. Qaltis yoqtirman. Urunglar! Shundoq qilib, eskilardan bo'lishchi tayoq edi. Uning ko'zlari ish peshimini ko'rolmay, 2 kundan keyin uyga qaytadigan yo'lni tepib qaytib ketdi. Seni kino vaqtimi bor? Men ajabning aksini ikkisini bir-biriga o'lchak amlatlarni ko'rib qolibman. Rastlaydi. Muhabbat tuyg'usi degan kinoni ko'rgan vaqtda nima yuz berganligini bilamsizlar. Ne bo'ldi qadrdagi? ஆனந்தா நான் என் கண்ணையே உங்ககிட்ட ஒப்படைக்கிறேன். அதுல ஆனந்த கண்ணீரை தான் நான் எப்பவும் பார்த்தேன். Bu behterlik. Meni yana bir qatim kelgimba. Film qo'yg'uchi. Nemish? Bu yerni qaytada qo'yib bering. Nemishga o'xshash yana qayta ko'raveramiz. Pastor, siz cho'nglar kinosini 6 qatim ko'rgan bu tinchlikni saqlab davomli kinoni ko'ring, ha? Nimishga o'xshash ko'rinishni qayta ko'raveramiz. O kim o? Ha, iliq kuni siz kinoxonaga tarat qilib o'tib, ondan yiqilib tushdingizmi? Siz xishlanmadingizmi? Gap so'zga diqqat qiling. Men degan bu yerning oqsoqoli. Siz qalaymiqan tarat qilishdan ilgari o'zingizning oqsoqol ekanligini o'ylashingiz kerak edi. Hey, film qo'yg'uchi, mening singlimdan u ko'rinishni yana ko'rgis borgan. நான் என் கண்ணையே உங்ககிட்ட ஒப்படைக்கிறேன். அதுல ஆனந்த கண்ணீரை தான் நான் எப்பவும் பார்த்தேன். Film qo'yg'uchi. நான் என் கண்ணையே உங்ககிட்ட ஒப்படைக்கிறேன். அதுல ஆனந்த கண்ணீரை தான் நான் எப்பவும் Yana bir qatim. கண்ணையே உங்ககிட்ட ஒப்படைக்கிறேன். அதுல ஆனந்த கண்ணீரை தான் Men bu lentini sizga beray. Bu da mening kinoxona mukammal bo'ladi. Voy tag'ri, o sizlarni mushunda qiyindimi? Onunga nasihat qilgan odam chiqmadi bu. Bir kuni bundaq ish yuz berdi. Bizning kentning bagdadisi musobaqaga qatnashidi. U har yili birinchi darajalik mukofot hep kelayotgan. Biz nam obro'yimizni qo'g'dishimiz kerak. Siz cho'qim birinchilikka erishing. Albatta, shunda bo'ladi. Siz ish bilan deysiz. Men kentdan obro'y uchun cho'qim yig'ib chiqaman. Cho'qim mana ishini. Bo'yol eliqi VPMT ma'nima musobaqaga qatnashidi. U Varining raqibi. Shunga musobaqa dahshat kasb bo'ladi. Kim birinchilikka erishdi ekan? Seni qarab boqaylik. Ko'pchilik diqqat. Kelinglar. Qaranglar, meni bo'g'isi erim birinchilikka erishib qolsa, men ko'pchilikni qoldi. Uni so'yib qo'yman. Siz uni ko'pchilikning oldida so'ymoqchimi? Seni o'ldirmayman. Siz so'yishmaslar ishlatasiz. Siz uni peshonasiga so'yib qo'ymoqchimi? Ha? Yo'q, unday emas. Mening deganim uning oyog'i bas qoldi, men mangay. Siz uning dadisi shundaqmi? Yo'q, men uning tag'isi. Tag'isining tag'isi. Siz Varining tag'isimi yoki butun dunyoning tag'isimi? Neri? Voy. Musobaqa hozir boshlanmoqda.
Bari, gayret qil. Bizning kenddagi vari allaqachon oldiga o'tib ketdi. Birinchi darajadagi mukofot bir dona karvon. Ikkinchi darajadagi mukofot kiyim ishkabi. Uchinchi darajadagi mukofot ovulg'och. Hozir musobaqa maydonida bizning vari g'alaba qilmoqchi. Aka, meni ikkinchi darajalik mukofot kiyim ishkabiga erishgimda. Mana shu lazim. O nima ish qilyapti-da? O nima ish kelib yuraydi? Tamam demişamdi. Ey, nima ish bunday qilasiz? Uni bunday qilishi butun kentga haqorat etib keladi. Har yili akam yugurish musobaqasida qatnashib birinchilikka erishadi. Faqat nima uchun yuguraydi? Seni boshqa ilm ekranga o'xshamabdi. Sen tezgul. Rahmat burada. Yugura. Aka, siz hozir tezlik yo'q qoldingiz. Tez yuguring, ishchi bo'ling. Tez yugura, tez bo'l, ey. Tez bo'l. Ey! Vari, biz sening talabligingga bardoshlik beramidik. Agar mashina qiladigan bo'lsang, sen butun kentning yuzini tushirsa bilamsan. Shunga keyingi qitim ishqinglarning musobaqa qatnashinglar ma'ni qiladi. Bilayotamsan. Bu mening fikrim. Oqsoqol. Pushaymon qilma. Bular asli musobaqa qatnashqili keldimi? O degan uzun hikoya. Sizlar nima qilishgacha usulni boshlamaysizlar. Bu bolalar nima ish qitirdi? Bu yerda nima qilyapsizlar? Varimiz saqlayapmiz. Biz bu yerga sizlarning usullarni o'zingizga kelgan. Turinglar, boshlanglar. Tez. Siz bu yerga bizning usulimizni ko'rgil kelgan bo'lsangiz, biz bu yerga Varining usulini ko'rgil kelgan. Amsi vari ekanmizsa biz bu bayramni o'tkazamiz. Bayramni tabriklaymiz, lekin Vari akamiz bu bayram faqat qizimaydi. Hammalar usulni shundoq yaxshi o'ynaydi, lekin Vari texmi yaxshi o'ynaydi. Men Vari nadin tepishni bilaman. Barliq kanallarni janub taraf to'g'rilanglar. Tez bo'linglar. புரியாது சொல்லுக்குள்ள அடங்காது நீங்கெல்லாம் என் மேல வச்ச பாசம் சொன்னா புரியாது சொல்லுக்குள்ள அடங்காது நீங்கெல்லாம் என் மேல வச்ச பாசம் ஒன்னா பிறந்தாலும் இது போல இருக்காது நான் உங்க மேல எல்லாம் வச்ச நேசம் நீ மைமா வேலாயுதம் பேர்
Onun yugurash musobaqasiga qatnashishi, usul musobaqasiga qatnashishi hamma singilisi uchun. Amsa o'nimishqa Chiniyaga boradi. Yana singilisi uchun-da. Kavari, siz to'y qilib bo'lgandan keyin akangizning ansirimizni bo'ldi. Men unga yaxshi qarayman. Bundaq nasihat qilmangman, yana ansirayapman. Shundaqmi? O, astroq. Nim bo'ldi aka? Sadi nim bo'ldi? Siz ilgari onamni ko'rmadim deb og'ringansiz. Aynak qarang. Siz bu qizni yoqtiramdi ekansiz. Biz allaqachon kentdagilarni sizlarning ishinglarni bildik. Singlim. Ular bizning hammamizni bilir ekan. Yoki bo'lmasa yana bir oiladegilar bilan ko'rishib qoladi. Hech kim ularning ozroqmi yomon gapini qilmadi. Yomon gapini qilmadi? Biz qandaqmisidan yomon gapingizni qila olmaymiz. Garchi siz hamisha avardlik tariqing bo'lsingizmi, lekin biz azaldan sizga o'xshash kuyimchan akani ko'rib boqmagan. Shundoq. Opingiz 8 yosh vaqtingizda olamdan o'tgan. Hammamiz sizning singlingizni shundoq jafodi beqib cho'ng qilganingizni bilamiz. Sizlar degan bizning ballarimizning o'lgisi. Agar sizlar qaror qilib bo'lgan bo'lsanglar, agar undaqda biz sizlar uchun dag'dug'liq bir to'y murosimi o'tkazaylik. Bundaq qizni kelin qilsam men xush bo'laman. Agar ota-onanglar hayot bo'lgan bo'lsa-mu, bu to'y murosimini o'tkazgan bo'lardi. Lekin bu qatim butun kentdagilar billa bu to'y murosimini o'tkazamiz. Men singlimning to'yi uchun burilib pul yig'ib qo'ygan. Bosh bankadagilar mening Chiniyaga berib pulni elib olishimni degan edi. Men shu yerga bormoqchi. Rahmat sizlarga. Shuning uchun biz ular bilan birga Chiniyaga mangdik. Biz bu to'y uchun ozroq bir ish qilishimiz kerak. Bu yoqqa chiq. Hey Abdullah, men uni ko'rsatgan uzun bo'ldi, singlim oviyada o'tirgan, o singlimning udilda o'tirgan. Ha, tushundim. Yurikning qopdak bakan bo'lsin. Bu soltak, yurikning qopdak bakan bo'lsin. Ha, soltak. Ham bu bo'lganda
Biz uni 4-vagonga ketkizatdik. O sening sanlig'iga qash ko'z o'ynatdimi? Yo'q, texi, lekin shundoq bo'lish ehtimolligi bordi. Shundoq bo'lish ehtimolligi bor. O'tib olay. Men uni hojatxonaga solib qo'ydim. Boshqaram, uni qanday bermay ketdi. Qadrligim, bu yoqqa kelma. Nima ish bo'ldi? Unga qash ko'zni o'ynatibdi. Do'stlar, nima qilib bunday qildi ekan? Bir so'rab beraman. Sen onuğa qash ko'zini o'ynatdingmi? Sen uni yaxshi ko'ramsan. O'zing bosh bo'lib qo'ygan qilib qo'yma. Men siliq sipay ayollarni yaxshi ko'raman. Mazarliqqa berib izla. U yana ayollarning hammasi shunday jimjit. Hech kim bunday so'zsiz saran qizni olmaydi. Bizning turmushimiz shunday chapali, lekin uning nisbatan tilga og'chilik yo'q. Azroq yansiz. Rahmat tog'a. Rahmat, xonim. Rahmat. Yaxshi ko'nglinizga rahmat. Lekin bizning yeydiganimiz bor. Yeydigan nimang bor? Singlim biz uchun alayda yeydigan narsani tayyorlagan. Sening singling tayyorlagan? Poyezdda uchib qolaylik. Qimala. Qo'ymiz yardım sizlar. Biz uni tayyorlagan narsani yesak o'lib qolamiz. Uni yeyishga emas, bilmayman. Tekshir. Bo'ladi. Men yesam bo'ladi. Azroq ye. Lekin uning qilgan saylarini yemayman. Tushundingmi? Shunda. Men oldin xitim uning bergan narsani ishqi bergan edim. Ishqi berganmi? U muhim nuqta emas. Men faqat odamning yondirganini ko'rgan. Lekin shu qitim men tunji qitim ishdan yondirganini ko'rdim. O'tinib qolaylik bizni zo'lima. O'tgan qitim sen mendan o'tingan, lekin men qo'shilmagan. Bu qitim shu. Har qancha o'xshamagan bo'lsa-mu yeyishimiz kerak. To'g'mi? Cho'qim yeyishimiz kerak. Ya'ni uni qarab kulimsirishim kerak. Unimi deyish ketamdi? Sanlarning tamog'ini yegan chig'imda har qancha qo'shal bo'lay desam, yana azoblanaman. O'tinib qolay. Meni bo'ldi, quruq gapni oz qil. Sen men qachamaysan. Qo'ya, kel. Jo'g'am, meni zo'rlama. Kulimsiranglar. Sizning aytgan tamoqingizni yeyish, sizning to'yingizga bosh bo'lganga o'xshash peshonamga kutilgan o'xshaydi. Dada, men yemedim. U qanchalik ishdi? Menga o'xshash. Sizning bo'lg'usi eringiz yaratgan bo'lgandan keyin sizni cho'qim yeyishingiz kerak. Men uning uchun nima bo'lsa yeyish kerakman, lekin bu tamoqni faqat yemedim. Yeyishmikan? Tamlikmikan aka? Bu xil tamoqni ichishda siz degan mutaxassis tursangiz. Sizga nasida o'lib ketadigan bo'ldik. Ochiq purchaqni qo'risdan sodib pishirganidek yaxshi olmaydi. Aka, u degan qo'rg'on ochiq purchaq emas, u degan dumligan guruch. Dumligan guruch? Yondirdigan bo'ldim. Siz asli dumligan guruch arsiga purchaq qo'shishingiz kerakdi. Ishqisi yo'q, yeyishdi. Shunda buningdan o'ta yeyishib tamoqni yeb baqmagan edi. Sizmi azroq yeb baqamsiz? Mening aytgan tamog'im qancha o'xsimi mening yegim kelmaydi. Keyingi bekatga borganda akam menga tamoq akab berdi. Siz buni qachon qilgan? O'g'irlik qilgan. Ko'proq gap. Nima bo'ldingiz? Xushlamasdan ko'rindingizmi? Agar men to'y qilsam, kimni sizga tamoq etib beradi? Ishonamsan, men ashqamayman. Sen nima ishga tushunmaysan? Agar aksi butxona bo'lsa, singlisi sham bo'ladi. Efendim, qo'rqib ichib ketibman, adres sadiq bergan. Bo'ladi. Rahmat. Bunimi? Men bermayman. Baki yeyishga. Hammamiz uni yeyish kerakligini bilamiz. Kishilar azalda men bundoq ko'p yeydigan narsa berib boqmagan. Sizlar keyin cho'qim boy bo'lib ketsizlar. Tak o'lgisizlarning shafqatinglarni unutmayman. Rahmat sizlarga. Siz bularni yeb o'lib qolmasangiz bo'ladi. Ishqisi yo'q, menda yana bir chelak. Nima? Men texi divanlarga hech qanday xatar yo'q deb o'ylab kelman. Taklif keldi, o'ylab boqmoqchiman. U hech nima yemay turib qolgandi. Adam o'ldirishning nurg'un xil usuli bor. Lekin sizlar nima uchun tamoq orqali maziyatkash qilasizlar? Men bilan yuringlar. Men sizlarga keyingi vagonda yaxshi yeydigan narsa deb beraman. U bizni iymon qilaman. To'xtanglar. Qarmoq u tamoq to'g'riliq yomon gap qilgan o'xshamamdi. Agar u rostda o'lib qolsa, biz odam o'ldirgan jinoyatchi bo'lamiz. Abdining bashi Vari Dimasning ogohlantirishiga asoslanganda bugun portlash hodisasi yuz berib, xalqning bexatarligiga xavf yetkazgan. Butxona, barcha dengiz sayli qatorliq odam ko'p joylashgan yerlarda odam tarqatib etildi. Maktabda bolalarni o'qitishga qo'yib berdi. Bizning turmushimiz eg'ir darajada ta'sirga uchirdi. Rostli bomba portladi. Hech kim biroz demaydi. Rostli bomba portlaydi ekan. Hey, nima deyapsan? Opa, rostli portlash vaqasi yuz berdi ekan. Vari Dimas buni hal qilmoqchi ekan. Mo'sh portlash vaqasi to'g'riliq barliq axborot sohasidagilarning hammasi keldi. Sizning bu ishni hal qiladigan bir amalingiz yo'qmi? Men buyruq tushirib, amonlik xizmatini kuchaytiringlar degan. Men ömrümni 3 o'g'limizga mas qoldirdim. Bu ishkisi to'xtamay narsa o'g'irlab, bizning mahsulotimizni uzluksiz oshirib o'tadi. Soqchilaringiznikida
Meğe yançaplap bizni tutuşup kirişipti. Lekin üç oğlumuz herkesimi tutulup kalmaydı. Herkesimi. Oh, devlet şahsatçıga o'xshash qomatlikkansan. Sana yana nima ekan? Albatta nurg'un pullarni bulay olaysan. Uning o'shanliq bashi qilgan. Men o'g'irlab kelgan narsani bevositadan yuziga tashlasam bo'ladi. Kim uni davomli meni quruq qo'l kelsan deb tilsin debdi ekan. Bugun qarab boqay, u yana nima deyalaydi ekan. Bugun yana quruq qo'l qaytadigan bo'ldi. Bu portlash vaqasiga nisbatan xalqning aql o'qib ketishining hojati yo'q. Shaharning har qaysi yerda bexatarlik xizmati yuqori ko'tarildi. Kishilar yana portlash vaqasi yuz berib qolarmi degan andishada turibdi. Ular yana bari demasdan kelib bu masalani tezroq hal qilishni to'rt ko'z bilan kutyapti. Aka, men bo'g'chamni poyezdda unutib qoldim. Nima bo'ldi, qadrlikim? Tag'a, siz oyoqqa berib o'tirib yuktoqlar qarab turib, men bo'g'chini tepib kelay. Sen ular bilan birga bor. Hey, efendi, nima qilyapsan? Ha? Men bu uxlayotgan yo'l uchun uyg'otyapman. Qarmaqonlarni uyg'otayotgandek emas, balki ularni bulayotgandek qilasan. Sen mening kimligimni bilamsan, bilmamsan? Tez yo'qol. Bilaman, lekin sen mening kimligimni bilmaydi ekansan. Sen kim? Qiz cho'ja, ha? Kela, menga bir o'zingni ko'z tutib qo'ya. Men odatda urushmayman, lekin bu qadar sen bilmaysan, deb qo'ydi. Sen meni majburlading, ha? Unutib qolma. Qani kela, kamamsan, sana baqa. Urug'lar! Kechir. Oh, kechirim. Ovoz chiqama, biz kechib ketaylik. Pranik. Ha? Bu vaqtda nima ish yuz berdi? Saqchi, bu yoqqa keling. Ular to'g'risida ham pranikni boshdan yugizibdi. Men ularni tot obdan adbilib beray. Ha, bu qatam ehtiyot qilinglar, ha? Hey! U ko'rib qoldi. U mening bo'g'cha. To'xta! Hey, apandim. Siz yaxshi ish qildingiz. Ismingizni aytib bersangiz bo'lamdi. Vari, Dima. Ha? Vari emas. Hey, seni kiyib kelgan to'xta. To'xta. O motosikletni nereden topqandi? Vari emas, bu odam tutmoqchi. Men aytman, uni tutsam taqdirlash erisha olaman. Lekin uni qo'g'lab bakmay erib ketdi. Qani seni motosikletni yerdan qandoqman? Vari emas, bizni yana bir qitim qutqizib oldi. Men o'sha yemakli xaltish uchun olimpik harakat musobaqasiga yugurgandek yugurdimmi? Biroq men kallamni shu amal topa olayman. Tezroq yugur. Sening yemakli xaltang bu yerda. Bu yoqqa kel. Bu yoqqa kel. Qayerda? Sening yemakli xaltang bu yerda. Qochib ketdimi? O o'g'ri sening kelishingni saqlab turamdi. Allaqachon qochib ketdi. Bo'g'chamni tepagingiz ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Kichkina pranik qachilangan bo'g'chi uchun nima chiqib ketding? Bu azroq yemakli sening tikuchar aeroplandek yugurib uni qo'llashingga arzimaydi. Sizdan deganingizdek, bu faqat pranik qachilangan xaltalar emas, buning ichida 150 ming rupiya bor. 150 ming rupiya? Nima deyapsiz? Shundaq, singlimning to'yliq uchun yig'ilgan 150 ming rupiyaning cheki mush xaltaning ichida edi. Men bu yerga bu cheklarni naqd pulga aylantirish uchun kelgandim. Elim Xudoy bir saqildi. Qanday bo'lishini qat'iy nazarda u pullarni qo'lga tushirish kerak. Bo'ldi, men ketdim. Sen bundaqli ketib qolsang, men seni na'dan topaman. Meni izlab nima qilasiz? Seni 150 ming rupiya puling bo'ladi. Keyin esa o'ylagandek undaq yaxshi emas. Hamma yerda o'g'ri bor. Nimishqa men qaraysa?
Chiniye av tarafda. Hech qisi yo'q. Men uydagilar bilan birga kelgan. At pulni eplab qaytamiz. Rahmat. Demakchi bo'g'inam sen atigacha men bilan birga turishing kerak. Pulni olgandan keyin andin kessang bo'ladi. Unda qilma, rahmat sizga. Bo'ldi. Tezma. O'g'irlangan bo'g'chani qaytarib bersam, men ishonmadim. Nemish qilman qaraysan? Boya men bilan birga tursam, unamagan to'ng'o. Bo'pti. Men sen meni ustimdan Maqul, birga turay. Rahmat. Nima? Bomba? Poyezddan sizdimi? Bomba portlatdimi? Boshliq qancha odam o'libdi? Xudoga shukr, odam o'lmabdi. Vari demas degan biri ko'pchilikni qutqizmoqdi. Agar u bombaga bo'lsa, biz bu o'rnimizni saqlay olmaydik. Ular Vari demasni tutibdimi? U qaytib ketibdi. Eng muhimi, biz bu maydon terrorchilik harakatining planlovchilarini topdik. Tezroq bo'ling. Ma'qul boshliq. Oldingi qitimliq terrorchilik harakatida 3 terrorchi o'ldi. Ma'lum birisi bir parcha xatda Vari demas degan kishi bu terrorchilik harakatini bosh qildi deb yozgan. U bu qitim haqiqatan nurg'un odamning yetib qurdi. Vari demas motsigasini yiraqa menib ketdi. U bizni xatardan qutqizib oldi. Gerçi o bizni oldimizda bo'lsa, biz uning yuzini ko'rolmadik. Ben bunu görgen. Bunu telefon benim ağada. Ben bunu yeni dedim. Efendim, telegraf kardeşlerinin boşluğunda mesuliyeti bağlı yok. Burada teşkilatımız. Bizning davlatimiz xatarli paytda erkinlikka erishdi. Bizning Hindiston Vari demas tarixini Bu ham hamisha ikki xotinning sababidan bash og'riqqa qoladi. Uning bo'yini setib etkisi bor ekan. Sizlar hozir bu yerda turib turinglar. Sizlar nima qo'lida yerda o'milib yuribsizlar? Nechi pul? 250 rupiya. Sen bu yerga mehmon pul to'rimsanmi bo'ladi? Yaxshisi meni bundan taqma qilmoqni ko'zga ilmig'ining bu. Nemish qilib bundaq deysiz? Uning pul berishimiz kerak. Qara, buning hammasini senga beray. Kelinglar, momamning uyi. Bu uyda ko'rgan berbajiz xonasini ko'rib baqadirgan. Bir qaysi uy tursak yaxshi bo'ladi. Chiqdi. Buraya bu oyda turmayman. Bu oyuna turg'uchlik qolmadi. Nima bo'ldi? Mana shu. Kimmi bu yerda turishni xohlaydi? Mushumi uy bo'ldimi? Bu degan uyg'o ishki bor derisiz bor. Bu yerda hech qanday musiqa aslahalarim yo'q ekan. Mushuninga rozi bo'lmaganini. Nasrimizni yig'ishtirib mangaylik. To'xtanglar. Mayli siz qandaqlik qiling, ular hamon putoq chiqirdi. Xotirjam bo'ling, biz boshqa ham topa olamiz. Menglar, amsi meni ustimizga atlab o'tinglar. Siz nemishqa kinolardagidek hamish shunday qilasiz. Unda xususin bo'pti. Menga fursat berib, sizlar bu yerda turinglar. Sizlar tuyuqsiz ketimiz desanglar, ko'nglim yerim bo'lmamdi. Sizning bu qilganlaringiz menga kentimizdagi Bajanal Paytni eslatib qo'ydi. Amsi meni uning o'rnida ko'ygan. Shunday bo'lsa-mu, puldan ansirma. Bugun basaqli aytli qaytib kelamiz. Sen pul og'ilib bormoqchiding-ku. Shunday. Shu burunroq aramal. Sen beriver. Men tek ularning oldidan xabar olaman. Menga danglashlab nima lozim? Bu portmal asli xel semizdi. Endi biraqli quruqtilib qopti. Sizin bir ishni so'rasam bo'lamdi. Mening bo'g'isi erim menga ozroqni parvo qilmaydi. Asli u mening atrofimda yursa bo'ladi. Menga bir amal ko'rsating, ha? U siz bilan yaqin emasmi? Qarmoqsiz shunday go'zal ko'rindi ekansiz. Sizning dadangizda qartallikdan qiynab ekan. Burni panaq, og'iz yugan cho'mishdak, yuzi hozirlik qatnash vaqasiga uchragan odamnikidek. Agar siz uningga o'xshagan bo'lsangiz, u sizdan o'zini qochirdi. Bu muzikaning orqa ko'rinishi nima? U qarmoqqa, ma'lum kinodagi paynakka o'xshash. Bizning gapimizni o'g'irliqcha anglab, andin asta qichib ketmoqchi. Tura, men. Assalomu alaykum. Efendi, odamlarimiz keldi. Ularni ishlarni biz bilib qolamiz. Tez qaçılanlar, tez. Azaytınlar, tez. Azaytınlar. Qaranglar. Bu soxtaga o'xshamaydi ekan. Haqiqatan mukammal. Huquqimga tayinib uni bu yerga olib keldik. Endi sizning so'ddagi ixtiyoringizni ishlatib uning bahosini o'stiramiz. Balnish podshoh buni ichib o'rdadagi 60 ming güzelning o'zidan chiqib ketgan. Men sizga uni tep keling dedim. Buni purang demadim. Tatabishani. Buni ishchi. Nerede? Açıqlan, men birodar. Men. Menga bering. Uninga bo'lishni ishkiz o'tang. Andin hamma ishlar plan bo'yicha bo'ladi. Qadrli kestingash nima bo'ldingiz? O'zim. Nima bo'ldi dada?
u hozir sharafli kishi uchun ketib boramda. Agar azroq vijdoningiz bo'lsa, men sutga dori aralashtirgan chaqda siz o'zingizni o'ltirib olgan bo'lardingiz. Men sizni tillayapsam, bir xo'shalish bo'lganda kulyapsiz. Sizda bundoq to'g'ri degani bormi? Nima qilsiz? Mangdim. Mer. Men mangdim. Yaxshi uxlang. Ma'qul. Men zodi nim bo'lgandiman. Siz nima ish qilib mening yenimda yotibsiz? Odatda siz meni o'zingizga yaqinlashtirmaysiz. Ajaba, tushungizni sizga yaqinlashsam bo'lmamda? Tushish? Shunda qadrligim. Yo'q. Nima ish qil? Nima ish qilib qo'lingizni bu yerga qo'ysiz? Sizga dedim bu degan tush. Unda emas. Oyjo. Xudo, u meni salom qilib aytdi-ku, bu tushning bir qismi-mi?
Şunun bir kısmı mı? Ya, undaq emas. Şunun var. Oşun. Bu degan tush. Men boya texi yandagi uyda uxlayotgandim, lekin men hozir to'nglat qo'yishidan xabar o'qib chiqyapman. Meni aldayapsizlar. Bo'g'is ayolingizning faqat sizga yaqinlashqusi bor ekan. Siz shu tushni orqali amaliyotni bilmoqchiman. Eshqisi yo'q. Bu degan faqat bir tush. O chini bilan meni urdi. Men faqat qalayim-qalli yezib qo'ygan u ism bilan terrorchilarni qo'rqatmoqchi edim. Lekin Sama ras bo'lgan ularni yo'qotalaydigan qo'g'dug'ichidan birini ato qildim. Vari Dimas degan zot kim? Men ishinish yoki ishonmasligimni bilmayman. Anlab tur Muriga. Mayli hozir bo'lsin yoki keyin bo'lsin, men hargizmi o'zgarmayman. Va'damga amal qilaman. Kavri cho'qim yengidi. Sen Kavrining kimligini so'rayapsan. Sen o'ziga mening singlim, uning turmushi cho'qim baxtli, ko'ngilli bo'lish kerak. Men uning uchun chiqqan pulni qanday qilsam o'g'riq berib qo'ymayman. Qanday qilsam uning pulini o'g'ir deya olmayman. Hurmat, sasavar, Hudaya apandi. Yiqilib ketib, putum yarlandi. Bu qitim sening menga 150 ming rupiya ato qilishingni umid qilaman. Bu xatni ipkagan yigit bir yaxshi odam. U haqiqatanmi bir yaxshi odam. Hurmat bilan salom. Bugun sening putung yarlangan hisob bo'lsin. Ansirlar. Hamma odam seni yeyishga ishlasa, men seni boy bo'lish uchun ishildiman. Men hamisha ahmoqning baxti keldi deydim. Men hamisha ahmoqning baxti keldi deydim. Hayyitam. Erlarni ayt ostilavatga keladi. Men aytishmayman. Hey. O nimishqa uning kaynidagi yana mo'min o'g'andek urdi. Nima qilyapsiz? Ko'yligingizning kayniga qizil suruq yuqib qoldi. Men surtishar ekan. Qo'sma shuna qilsangiz bo'lamda? Qo'limning uyak takkini faqat siz bilan malli bilaman. Agar mushunda qilib chiqib kelsangiz hamma odam biladi. Men yana agishadigan bo'lsam sizni o'ldirib yetaman. Yo'qiling. Bu bak yaxshi bo'pti. Qaltis, sizning qanday qo'yingiz bor? Efendim, men Vari Dimas to'g'riliq film ishlay degan edim. Bo'ladi. Bu o'yingiz nihoyat yaxshi bo'pti. Filmning ichida nurg'un salbiy va ijobiy personajlar bo'ladi. Shunga diqqat qiling. O pullarni qo'lingga olgandan keyin nima ish qilmoqchi? Singlimga zibizinat buyumlari, sari yana oila saymalari beraman. Uningda ilgari men cho'qim pulni o'g'irlashim kerak. Men demoqchi bo'lganim, aho tarafda pul olamiz. Avval bu yerda o'tirib turaylik. Eshqisi yo'q. Agar bir o'g'il bola kelib sizning putingizga o'tirib olsa, sizmi jiddiylisiz? Qarang, hozir o'g'illarning degan esel. Keyingi qitim o'tirishdan ilgari bir qarab yetib o'tiring. Baya birisining o'tirishdan burun bir qarab yeting degan gapini anglagan edim. Men aytayman. Jimto, agar azroqla bexasani qilsang, meni yarlandirib qo'ysan. Efendi, biz bunu bu yerda ishlatish uchun qo'yib qo'ygan. Sizlarning bundoq mulozimatinglardan jaq to'ydim. O'g'irlab ketmayman buni. Efendi, sizning chekingiz tayyor bo'ldi. Efendi, siz nima ish qilib kelgandingiz? Men singlimning to'yish uchun uning nomida saqlangan pullarni olib kelgandim. Saqlab turing. Enim, hozir hatto ota-onalarmi qizning to'yi ishidan bezor. Bu jag'an yana sizda aqlam bor ekan, ha? O'zingiz meni qizimning nomida 200 ming rupiya chiqqan. Uni to'yi ishlatasiz? Shundaq, uni to'yi uchun chiqqan. Lekin hozir buni cho'qim ishlatishim kerak. Lekin uning to'yi uchun emas. Qizim Chiniyada doktorxonada. Doktorlar operatsiya qilsa hayot qoldi deydi. Kechiring efendim. Yo'q enim. Nima degan bilan men uning operatsiyadan o'ngishli chiqib, salomatligining asli kelganini ko'rsam, ondan xushal bo'laman. Hamma yaxshi bo'lib ketaylik. Rahmat enim. Rahmat. Efendim, bosh direktor sizni chaqiryapti. Bo'ladi efendi. At kelib chekingizni elib. Efendi, men singlimning to'yi uchun nurg'un narsalarni olmoqchi edim. Shunga naq pul olsam bo'lamdi? Bo'ladi. Amsa mundoq bo'lsin. Siz dushanba kuni keling. Men sizga pul beray. Onu işlerini patlaydı. Bugün nemişki bellik bağlab aldınız? Kaginizni qarshi olamiz. Tinchlikmi efendim? Do'konimiz kaginimizdan shundoq xushalman. Meni u boshlab kelgan. Shundoqmi? Biz Chiniyaga kelgandan beri u bizga nihoyat yaxshi qardi. Nandori enim, rahmat senga. Bu degan bizning davlatimiz qilishga hojat yo'q. Uni mundaq pul degan g'am qilma. Nima og'ingiz bo'lsa shuni e'lon. Xotirjam bo'ling. Qanlig'ingiz e'lon.
Nima bo'lmoqchi anachi? Siz sahardan yin kelgan chig'ingizda faqat bir necha tal seriq mo'mi ko'tarib kelgandingiz. Hozir kishilar sizning mo'mingizni yeydi. Shundaqmi? Bugungi mahsulotlar e'lon uchun siz qaysi ayol artistni ishlatmoqchi? Mening qo'limdagi uzun. Hey, nima qilyapsizlar? Ular bizni ko'gilib qo'ymayotdi. Qizinglar va ayolinglar uchun sari setib olganlar, ov yoqib beringlar. Faqat singlingiz uchun sari olganlarni bu yerdan oldi. Tez. Nima ish ularni ketkizib o'tasiz? Uning oldig'ini, ularning hammasini oldig'indimi ko'p. Ha? Bu bo'lamdi. Men bo'rangni yoqtirmayman. Bu xoldagi bakchiralikdan burada. Mushun alaylik. Faqat taqa, men kelgan uchun bo'rangni tanladim. Kimning tanlashi muhim emas. U kelgandan keyin yarasili bo'ldi. Bu qancha bo'l? Ulardan so'rang. Çok canlı taraf hıcılı bombamsız. Qachon? Qadrlikim, bu yoqqa keling. Meni chaqirib deb qilsiz. Kiring. Kirmayman. Men tunji qatim bundaq kiyimni kiyishim kiring. Chiqib ko'rsang-a? Kiring, qadrlikim. Ma'qul. Qadrlikim. Kiring. Kirdim hamsa. Ey, oy, atla. Oy, kechiring. Oy. Men qarang, qadrlikim. Ko'rib bo'ldim. Nima bo'ldi, Vari? O'yliq sen butqanda keyniga urgan qiz shu-ku. Shunday, men boya uning butun badanini ko'rib qoldim. Sirqi kiyimga oltini. Endi men uning tafsiliy qaramadim degan gapni qilma. Hey, siz xijil olmamsiz? Yo'q, men nayt yaxshi. Qiynoq kuni mening orqam o'rdingiz. Bugun kiyim yetkazib. Bu bir xushmaslab. Endi sizni boshqa yetmayman, saqchiq ma'lum. Men nima xato qildim, ha? Yo'q, bo'lmasa siz mening maydamni ko'rib olasiz, tanlashimiz. Mana ko'ring. Sarankan bu. Endi uning bilan tang bo'ldingmi? Qarmaq eslazatlarga o'xshash javob qaytarganda qilasan. Seni javob qaytarish usulun alayda qaltiskan. Shunda qaltis. Bo'ladi. Siz qancha dona sari oldingiz? 12 dona. Voysich, siz-chi? 15 dona. Ularga yaxshi qarang. Men 4 kundan keyin kelib hisobot qilaman. Bo'ldi. Biz endi oila elektr ta'minotlar do'koniga boraylik. Siz zibozda do'koniga boramsiz? Hozir ag'ani saqlab qo'yib turay. Mana tizimlikni berasiz. Sen boring. Anachi, biz sizning evingizni zibozda do'koniga boraylik. Chatoq yo'q. Aka, bir chamdonni bu yerga qo'yib unutib qolibdi. Kimnikidir? Ko'pchilikka o'xshamaydigan kiyinib olgan odamniki. Axir bay bo'ldi ham bo'ldi. Hey, lifchak. Hey. U yerda. San basimli bo'ladi-ku. Boshqalar unutib qolsa, siz uni saqlab qo'yasiz-da? Shundaq. Bana bering. Efendi, çamdanımızı unutup kaldınız. Nima ishingiz bor, efendi? Sizni o'qimoqchi. Meni kirgizasizmi? Kirgizsa bo'lmaydi. Boy kirib ketgan odam chamdanni unutib qolibdi. İsmingiz nima, efendi? Vari Dimas. Qanday bo'ldi? Chatoq yo'q. U 10 sekund ichida portlaydi. Efendi, biri sizga po'chanlarni berib qo'yishni taqilgan. Kim o? Vari Dimas. Vari Dimas? Tez qochaylik! Efendi, bu yerda bir hayotgan. Hey, zodi nima ish bo'ldi? Vari. Nima? Vari Dimas. Vari Dimas? Hey, Bardi, yangi xabar bor. Nima ish bo'ldi? Artiltish. Vari Dimas Saqtulloh yo'g'iga isklas artiltib o'tibdi. Vari Dimas. Efendi, eliqi Vari Dimasni ko'rgan odam hozir doktorxonada. Uning ahvoli nihoyat xatarlik. Shunga biz uningda hech qanday yepuchiga erishamadik. Uning ismi Vari. Men siz degan bankada uni ko'rgan.
Sen aldın toy işi için mi? Şundaq 10 kun içinde bo'ladi. Ben şu vaqtgacha yaşaganimdan yo'q bilmayman. Undaq dema. Bundaq desangiz, dadangizning sizning deb tatgan jafoyi bekorga ketadi. Umidvor bo'ling. Hey, sen Vari demasini ko'ribsan. U qandoq odamkan, ha? Siz menga debba. U qandoq odamkan? Ha, u zodi kim? Tez degan, tugina. Tezda. Tez bo'l, tez degan. Tezda. Tez bo'l. O'tkir, u mana Vari demas emas. Balki Muraganni ko'zitib qo'yibdi. Xo'jayin, menga suv bering, ha? Oy! Nima ish bilan tizimga o'ltirsa, beshimga chiqib o'ltirsam bo'lmamdi. O yerda o'tirsam bo'lmaydi, xo'jayin. Oy. Hozirgi hamma xabarlar Vari demasning shahar fuqarolarini qutqizib olganlik. Ovozni ko'tarib qo'y. Buning Valoyda ham bilan aloqasi yo'q. Vari demas bu qitim saqt pul ambirini portlatdi. Keyingi qitim nima yuz berdiganligini hech kim bilmaydi. Lekin u hamisha alqiliq payti paydo bo'lib xalqni qutqizdi. U haqiqiy qahramon. Mana bu haqiqiy erkak. Hozir uning uchun naqsh taqdim qilamiz. Mening ismim Vari demas. Agar seni Vari demas desa, itmi kulib ket, ha? O'zingni Vari demas desang, hamma odam seni zoniq qiladi. Tez bu yerdin kel. Kechiring. Oy, Sibet, siz qachon kelgan? O sen tilovat vaqti kelgan. Sen bu yerda nima qilyapsan? Acaba mening ismimni deyish huquqim yo'qmi? Tez yetishirmankisi senki qanday o'tkazildi? An'anaviy kiyimlar bilan zibo-zinat bor, olmos bilan oltin alohida e'tibor bari berildi. Siz vaqtda fursat chiqibdi. Nima ish bo'ldi? Bu yerda saqchilar nima ish qildi? Biz bu yerdan an'anaviy kiyimlar bilan zibo-zinat buyumlar sotib olamiz. Yuring, biz boraylik. Sen So'd saroyini ko'rib bo'lgan-ku. Yana bu yerda nima ish qilamiz? Bo'ldimsa o'zim boray. Ha. Beriver. Sen hamisha o'zing borsan. Shunda? Bankka qanday borsan? Yolg'iz borman. Yoki bo'lmasa, sen men bilan birga berishing kerak. Bo'lmasa ustimdan nima qilyapsiz? Sizning bu qilg'ingiz menga Bajanal Said esandimi? Men shu. Sen nimishqa hamisha ochiqlansan. Chaq-chaq qilib qo'ydim. Men sen bilan birga borman. Mayli. Bu qatimqi yarmarkaga burungi podshoh ishlatgan kiyim-kechaklar qo'yilgan. Kechir. Dada. Sen nima ish qilsan? Sen bu ekansan-ku. Sen bu ekansan-ku. Men senga deb beray. Men seni shunlan saqchiq deyman. Sen nima ish qilmay ko'z qilmaysizlar. Bu yerga nima ish kelasizlar? Biz bu yerga 5 million rupiyalik almasni o'g'irligini kelgan. Hey, shunan qilib, sen uni o'g'irlaydiganga azroq fursatlar yo'q. Tez qayt. O'g'lim, sen bizning planimizni bilmaydi ekansan. Sen uningga deb ber. Men tokchining salohiyati bilan avval bexatarlik sistemasiga ulangan tok simini avaylab kesib o'taman. Men siyosiy ishlar xodimi sifatida kirib, salg'i tuman qo'yib beraman. Men jip mashina bilan til saqlab turaman. Ular chiqishaman biz o'g'irlagan narsani ep qochamiz. Kim almasni o'g'irlaydi? Allah, o'g'lim men buni qo'yib olibman. Kim berib olar? Kim olsa bo'lar? Kim olsa bo'lar? Qilma. Vaqti kelganda almasning xo'jayini kelib, u almasni ep ketdi. O'g'lim, sen berib olsang bo'lmamdi. Sen nimishqa bizga yordam qilmaysan, gap qila, nimishqa, ha? Gap qila. Men faqat seni qag'ashni bilaman. Sen hamisha meni tillaysan. Bu qitim sana yordam qilsam, mendan minnatdor bo'lamsan. Sening savoling men yuzimga saprakash bilan urgandek bilinyotdi. Ansirma. Men berib sana olmasni ip beraman. Dada, vaqt to'shdi. Maqal, tez bo'l. Sizlar nima qilib portlatishni uyaga qo'ysizlar? U bomba emas. Biz uydan ilib kelgan kichik tamoq. Biz bir tarafdan tamoq yeb, bir tarafdan ishlaymiz. Ha, shunday. Mehmonlar ziyorat kelganda hech nima olmaydi. Almasni o'g'irlash kelganda kichik tamoq yem-da. Tashlab etma. Buningdagi trenlar jiddiylashib bosdi. Bundan jiddiylashib yo'qotmoqchima. Bu qancha pul? Xayr, xo'sh. Hey, Sibet. Bandiri, nima o'ylayapsiz? Men bu almasni qanday qilishni o'ylayapman. Mundaq asli bo'lmadi, mana ayda asob. Sen nima ish qilmoqda qalasan? Saqchilar bizni etib yetadi. Yo'q. Men emas. To'xta. Men emas. Qo'shma. Sen? Men emas. To'xta. Men emas. Men hech qachon xotirjam uyga qaytamayman. Qayerda? Buni bilmayman. Sizga tushundimmi? Ach! Hey, to'xta. Hey! Efendi, Varidimas qochib ketdi, unutma. Varidimas qochdi. Varidimas, unutma. Tez!
Hey, ben ihtiyatsızlıktan üstüne minip kaldım. Astırakman kız. Tez, varin tutula. Sen demiş ki bundan şüküreysen. Varin tutula, tez bulunla tez. Onu tutula. Nima? Astırak. Qarğanda uzun ötmeli öyge yetib baradigan bo'ldim. Oho, siz muxbirmi? Siz bu yerga maxfiy kelganmi? Ayta. Hadi onu bir go. Chiqinglar. Sen ularga o'zingni ko'rsatib qo'ymoqchimitsan? Men ular bilan birdam o'ynay. Hozir dikilaman. Saqlab tur, ha? Sırtı birisi bizden adamlarımızı urup ketdi. Tez bulun. Tez bo'linglar, bandilar, tezroq. Qamerlama. To'xta. Voh, demasdan plan nihoyat atrofli bo'pti. U bizni bu yerga boshlab kelib, bu Abdusdan tutishimizga yordam qildi. Siz Wari demasmi?
Dimasning tutulib kelgan, lekin o'zlariga yordam qilib bu jinoyatchilarni tutib berdi. Yana sizlar Kechiring. Vari Dimas bizga bak ko'p yordam qildi. Biz cho'qim bu terror tashkilotini tepib chiqamiz. Ular cho'qim tutamiz. Ular mashina chiqaringlar. Vari Dimas yana qahramon ustida o'tirib chiqdi. Saqchilarga yordamchi terrorchilarning o'zini tepib berdi. Bu terrorchilarga berilgan eng og'ir qadamlik ogohlantirish. Jigirada. Men bu yerda. Mana men. Meni izlagan bitimiz. Sizni izlab kelgan. Nima ish batdi? Qarmoqqa bak odat kichkansiz. Men azaldan mushunaq odatga. Vari Dimas bugun qancha bomba topdi, qancha odamni qutqizib oldi. Meni ahmoq qilma. Men. Siz nima yolg'iz yerga borgandingiz? Yantiq tutilib qolsiz. Men urushdan qo'rqmayman. Mening ularni urushim sizni qutuldirish uchun. Bek aqlli ekansiz. Ha, men bizning kentning bekzodasi. Mayli usulda bo'lsin yoki boshqa musobaqalarda bo'lsin, men hamisha birinchilikka erishiman. 2 stakan chay keltirgan. Qani? U yer degan odatli bir kent. Lekin bak chiroyli. Men Chiniya kelgandan keyin nurg'un masalaga yo'liqdim. Sizga deb bersam gap chiq. Poyezd stansiyasida birisi mening sonimning bo'g'chisini qurlab ketdi. Ay, raqam o'zgarib. Shunda men uni minib qo'g'lab oxir bo'g'chini qaytarib oldim. Men uning kimning mototsiklda ekanligini bilmayman. Necha kun ilgari shahar markaziga borganmidingiz? Shahar markaziga? Ha, to'g'ri. Bir kishi qo'lchamdan u yerda o'tib qolib ketgan. Keyin uni tepib uni qaytarib berdim. Endi yana meni qutqizib olganingiz-chi? Men u yerga bormagan. Ot meni boshlab qo'ygan. Darvaqa sizni qutqizib oldim. Siz bu ishlarni qanday qilasiz? Hey, siz qanday qilasiz? Gapiring. Ba'zi kishilar Vari Dimasni qahramon deb atadi. Buni bilamsiz? Shundoq, men anglagan. Uni tanimsiz. Bugun kishilarning hammasi bu shaharning qahramoni bo'lgan Vari Dimas to'g'risida tahlil qilishyotdi. Vari Dimas degan siz. Markaziy hukumatning kelgan alohida harakatlarni tashkilotchiga qo'l qo'shgan terrorchilarni topshirib oldi. Nima deding? Razvedchiki nazorlar hozir uni uyiga kelib qoldi. Allohsiz qoldi. Ichki ishlar ministeriga to'xtanglar. Efendi, biz hozir tunugun tutilgan jinoyatlarni topshirib berish uchun aerodromga ma'lumotgan. Efendi, sizga hech bo'lmagandi. Efendi. İbrahim, bizning qo'l ostimizdagi odam. Sizlar tutib qolgan vaqtlarda o'zinglarni o'ldirib bilsanglar kerak edi. Chiqarmang! 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 Tangri! Senga faqat odam verildi, bayki. Hali dunyoga benim ketdik, onu qazatib oldi. Men u kuni uni tunji qilib ko'rgan edim. Mana men. Olmaydigan kishilar Vari Dimasdan qo'rqadi. Bu bir jinoyatchi. Biz cho'qim tutamiz. Vari Dimas degan qalbsada. U da qaltis. Agar men bularni mo'jiza desam, siz o'chaqda kishilarning taqdirini o'zgartiradigan qahramonga aylandingiz. Meningcha siz qila olasiz. Nimaga kulasiz? Ondan keyinchi, daqiqaga. Siz yana meni nima qildaysiz? Men bu davlatni, xalqni qutqiza olmayman. Men singlimning to'yish uchun Honordagi odatki bir zavodida ishlayotgan ishchi xolos. Undan boshqa ish yo'q. Siz odatdagi odam emas. Siz haqiqatan qaysar. Siz bo'g'ashqilar ahvolda yaxshilanish bo'lyotidi. Buni his qilib yetanmagan bo'lishingiz mumkin. Nimishqa keyin qanday qilman deganni o'ylash baxmaysiz. Unda siz nimishqa kishilarning hammasi ishinigan Vari Dimas qaylanib qoldingiz? Men nima bilay? Aka! Singlimdan ayrilganimga 10 minut bo'lmaydi. Ulardan telefon keldi. Qara. Nemish? Sen qayerda? Hozir qaytgan. Hozirda borman. Men uning borlig'i. U mening borlig'im. Agar boshqa gap demoqchi bo'lsangiz, mening ma'noligim yo'q. Kechiring.
Sen bana ne diyen, ha? Mening shopurim bo'lsangiz, Tamil Nandoda xalqingizni qila olasiz. Hech qanday asl chiqmaydi, ha? O günü sen hiç kadar mesel çıkmaydı o diyen. Lekin o ağaqida mesel çıkarmadı. O benim varlık planımni vayron qildi. O zodi kim? Vari Dimasning adresini bilmagachga, nongan kishilar mening ishxonamga xat avatdi. Ko'rdingizmi? Ko'rdingizmi? Ular qayni bilan yozgan. Siz ajiba ularga ozroqmi pisat qilmamsiz? Ajiba siz o'sha sizga ishonadigan odamlardan ansirmamsiz? Bu dunyoda ishonchni saxtadan hisob chiqarib bo'lmaydi. Ba'zi amaldorlar, boylar, doktorlar, soqchilar, yana boshqalar bor. Ular boshqalarning ishonchidan foydalanyapti. Siz meni ularga o'xshash bo'lsin demoqchimi? Men undaq qila olmayman. Kechiring. Boshqalarning ishonchi orqali ularni oldig'im yo'q. Kechiring. Rastul kechiring. Men sizni haqiqiy Vari Dimasga aylansin demoqchi. Hozir hamma yerda noyat ichini siqishlar bo'lyapti. Men qandaqmi bularning hammasini hal qila olmayman. Hech qanday bir kishi bu terrorchilarni yo'qotmaydigan tursa, men qandaqmi qila olmayman. Mening ya o'yinchinim bo'lmasa, kechiring. Siz meni nima qilsin demoqchi? Vari Dimasni o'ldirib. Ma Vari Dimas kerak. Siz shu odamning o'limidan Vari Dimasni paydo qilgan. Yana o'xshash amal bilan uni o'ldirib chiqarib o'tdim. Siz ularni uning Vari Dimas ekanligiga ishontirsangiz bo'ladi. Siz o'zingiz yozgan hikoyaning endi xotim qo'shilgan yeriga kelib qoldi. Hey! O'rang'a. Uning ustida layva ekan. Kavri. Aka. Biz atiyizga qaytishimiz kerak. Tayyorlik qilinglar. Chapsam bo'ladi. Biz atlikcha ishlarimizni bitirib bo'la olamiz bu. Shundoq cho'qim bitiramiz. Agar Vari Dimas hamma ishni qila olsa, unda bizning soqchilarimiz nima ish qiladi, ha? U odam qutqazdim degan nom bilan qonunni ko'zga olmay, necha odamning joniga zamon bo'ldi. Qo'rizxon. Ba efendi. Sizlar Vari Dimasni tutmay nima qilyapsizlar? Hozir qo'g'layapmiz. Sizlar hech nima qilmadinglar. Sizning soqchi bo'lganga hech qanday salohiyatimiz yo'q. Nima? Siz boshlang'uchning 5-yilligining o'quvchisiga yetmaysiz. Shu holingizni texib bizni boshqarmoqchimi? Sizdek odamlar bizning nom sharifimizga daxl yetkazyapti. Siz ministerlik o'rniga chiqish uchun qancha odamni o'ldirdingiz? Lekin Vari Dimas 10 necha odamni o'ldirib, 10 necha ming odamni qutuldirdi. Siz yana uni tutmoqchimi? Men sapmi kashim bilan sizni urmaydigan bo'lsa. Qorizxon. Hey Qorizxon! Kechiring efendi. Nima ish gap qilmaysiz? Biz uzun qolmay uni tutamiz. Butun soqchilarni ishirtib Vari Dimasni tutinglar. Bo'ladi efendi. Qanday badal to'lasalam mayli. Bo'ladi. Siz qilgan ishni o'zim bilan qilib beraman. Vari Dimasni tutish soqchilar qaraganda biz uchun texmi muhim. Kim uni o'ldira olsa 5 million rupiya mukofotga erishadi. Men sening tahdidingdan qo'rqib to'xtab qolmadim. Sen Vari Dimasni ko'rgan birdan-bir odam, agar uni yana ko'rib qolsang, birinchi bo'lib bizga xabar qil. Ha? Bu 500 ming mukofot. Sen nima qilmoq pichoq tanlab muomala qilasan? Agar naqd pul bersalar, masalan, uning qishiq boshlab boraman. Sen pulni olgan bo'lgandan keyin, uning qishiq boshlab bor. O bizning ko'z oldimizda emasmi? Vari Dimas. Ana. Hey! To'xta! Turma! Sizlar kelib nimishqo'yni ursizlar. Hey, u emas. O seni urmagan ekan, sen shundan uning Vari Dimas emasligini bilsan bo'ladi. Bu yoq qarab yiqinglar. Boshqa yak berishning hojati yo'q. Xudo uni ko'rib qolsam sizlarga uqtirma. Ular Vari Dimasga o'xshaydigan birisini uribdi. Faqat yaxshi odam bo'lsa, ular amal tepib yo'qotishni o'ylaydi. Ey, u menga telefon qilaman dedi. Biz mangayli, sening kelgudek boshqa ko'ngil yo'q. Ketinglar. Bu yerda ketinglar. Ketinglar, bu yerda ketinglar. Ketinglar. Pulimizni qaytarib beringlar. Ketinglar. Doktorxonada olimizni agar pulimizni qaytarib bermasiz, o'lib ketamiz. Siz qaytarib beringlar. Pulimizni qaytarib beringlar. Yo'q.
Efendim. İynen o sizning oldingizda mana bu chekni yezib bergan. Shundaqku, men naq pulga aylantiraytsam o qechib ketibdi. Qizim texnik to'xtaganda ahvoli xatarli. Hey. Pulimizni qaytarib beringlar. Bu Amonat qo'yg'ichlar qo'ygan pul ne ketdi? Mana daga. Bu degan bir aldam chirka. Ular sizning pulingizni aldab ketdi. Endi degan bilan o'rniq kelmaydi. Tushuntirishim yetmadi-mi? Men qanday qilishni rosti bilmadim. Qandarchilik yiqqan pulni alamizga bermaymiz. Pulimizni qaytarib beringlar. Siz tuyuqsiz shirkatda taqabsiz. Mablag' solg'uvchilarning ahu faryodini ko'rib ichim seyirilib ketdi. Ular bizni qag'ab ketgili unamayotdi. Agar ularning qag'ishi rost qaylindigan bo'lsa, men allaqachon o'lgan bo'lardim. Ularning hammasi uchiq chiqqan dit. Ularga foydani qancha ko'p bersam, ular shuncha ko'p mablag' soldi. Men hammani yaxshi bir taraf qila olmayman. Xotirjam bo'ling. Lekin efendi, lekin nima? Bankini me'lon qilib aytdimi? Mening bu bankini sotib olishim ozroq pul tepish uchun edi. Endi bankni taqadigan vaqt keldi. Asli uni allaburil taqmoqchi edim. Lekin men sizning soxta pul beraman degan taklifingizni qabul qilgan. Oqibatda Vari Dimas degan biri o'tirg'i chiqib barliq soxta pullarni ko'ydiribdi. Men hech kimga pul bermayman. Uning bilan karingiz bo'lmasin. Biz nechilik pulga erishiladi ekanmiz? Taxminan 1 milliard. Kim o? Hozirla bankiga beramiz. Men sizlarga 5 minut vaqt berman. Darhol bu yerdan ayrilinglar. Bo'lmasa biz harakat qilamiz. Sizlar bizning gapimizni olmadinglarmi? Sizlar bizning gapimizni olmasangiz, tabiiyki bizning bexatarligimizni qo'g'dash uchun kelmay, aksicha ularga yonbos qilib keldinglarmi? Sizlar xijil bo'lmamsizlar. Shunday gap qilish bitindimi? Yo'q. Ya gap qilsaqlar, sizni urusizlar. Nimishqa bunday qilibdi? Nimishqa qilibsizlar? Nima qilinglar bu? Nimishqa bunday qilibsizlar? Qo'llarni tortinglar. Hamma nima yo'q bo'ldi. Mening qizim o'layli deb qoldi. Yashig'inimning nima ahamiyati bo'lsin? U bo'lmasa, men yashamayman. Uning o'limini ko'rganimdan o'zim burunroq o'lganim yaxshi. Ya bunday qilma. Hargiz bunday qilma. Ya, meni sizlarni so'rab kirgim yo'q. Bunday qilmaganlar ya, bunday qilma. Aka! Ya, uning o'lishiga sizlar sabab bo'ldinglar. Hukumat bizga yordam qilmadi, soqchilarmi bizga yordam qilmadi. To'g'ri. Uning o'lishiga sizlar sababchi bo'ldinglar. Yana bizning beshimizni silaydigan odam chiqdi. Vari Dimas cho'qim keladi. U bizdan tatgan azoblarimiz uchun intiqom oladi. Qur'on Karim nomiga qasam qilamanki, bizning tarimiz qurib bo'g'i cho'qim intiqom olamiz. Men qasam qilamanki, Alloh cho'qim Vari Dimasni abatidi. U har birimizdan pulni qaydirib akab beradi. Sizlar yaxshi jiqirab odamlarni ib kelinglar. Lekin bizning Vari Dimas hammanglarni chivimni yo'qotgandek yo'qdi. Vari Dimas! Madurayga boradigan poyezd hozir yo'lga chiqadi. Hozir bo'lsa-mu, nemishqa mangmaydiganligini menga deb ber. Bankadagi pulni olish uchun yana 3-4 kun saqlashimiz kerak. Faqat bir hafta vaqt ichida to'yga tayyorlik qila olmaymiz. Men hozir tezlik qaytaman. Sizlar qaytib turinglar. Bo'ladi. Tezlik qaytib kelasan, shundaqmi? Vari Dimas qaytib keldi. Bu ishlarni bir taraf qilib qoldingizmi? U pullar yaxshi qarang.
Efendi, bu degan bizning qo'rg'onimiz. Bir san qo'sh bizga qarab itilolmaydi. Nima bo'ldi? Bir tal burkut hujum qilib kirdi. Burkut? Voriy Dimas keldi. Yiqqan pullarını sizlarning bankaga amonat qo'yishi 5% o'simga erishish uchun emas, balki turmush bo'lgan adroq ishonchisi edi. Ishlamchining topgan puli onaning sutidimi ulug'. Sen mushkulani aldaysan. Agar biz ussak, bir stakan suv istak bo'ladi. Sen bek to'ymasgansan. Shuni jiqirab ishkin. Aşı to'ymas qarningga jiqirab ichib ol. Balaxo'r. Elvida. Mana uning chiroyini ko'rish nasib bo'lmadi. Lekin u mening pullarni tarqitishimga, izzat hurmatimni qo'g'dishimga yordam qildi. Agar u pulni ololmagan bo'lsam, uydagilarim bilan men o'zimizni o'ldirgan bo'lardim. Menimga telefon qilib pulni ololmaganligini aytaydigan vaqtimda u telefonni olmadi. Garchi men Voriy Dimasni tushunmasam-mu, lekin u bek yaxshi qildi. Bu pullar 5 yilning yaqin yiqqan qon tarim. Agar bu pulni ololmagan bo'lsam, o'g'lim shig'il zavodiga berib, men bilan birga ishlagan bo'lardi. Bu pullarni yig'ishim keyingi umrimni kafolatga ega qilish uchun edi. Agar bu pul bo'lsa, men endi xotirjam turmush kechira olmayman. Operatsiya o'ngishib qoldi. 2 kundagina o'tirgandan chiqsa bo'ladi. Rahmat efendim. Agar Voriy Dimas pulimizni qaytarib kelmagan bo'lsa, men navra qizimdan ayrilib qolgan bo'lardim. Yaxshi odam yaxshi kun ko'rdi. Voriy Dimas degan bu sirli qism butun Tamin Nadonidagi qiziq nuqtaga aylandi. Moliya shirkatidan nurg'un kishilar omonatini ololmagan edi. Lekin Voriy Dimasning yordami ostida hamma kishilar pullarini qaytarib olishdi. Siz ularning xushalligining haqiqiy manbasi. Men emas. Siz Voriy Dimasga aylantirdingiz. Rahmat sizga. Yalnız menli emas. Mening ikki do'stimmi naq maydonda bor edi. Hammamizning terrorchilarga qattiq g'azab nafratimiz to'shqan edi. Lekin bizning yetarli kuchimiz yo'q. Bizning yetarli g'ayratimiz bor edi. Lekin biz planni yaxshi tuzib olmagan. Faqat pul ola emas,
vaqtda ularning terrorchilik harakatini oshkorlamoqchi edim. Lekin sizga bu gaplarni dedim. Lekin yuragim yanildi kudikida. Ular kichik qizlarni tutqun qilib setib etadigan. Ba'zi qizlar uydagilar bilan qiynashib qilib uydan chiqib ketgan ekan. Ba'zi qizlar yetim yesir, yana ba'zilari erlar tarafidan oldinib ketgan. Aşı kichik qizlar, men ularning ko'zlaridan halokatning vahimasini ko'rib oldim. Aşı tutqun qilingan qizlarning taqdiri qandoq bo'lib ketdi? Zoti qandoq bo'lib ketdi? Nimaga yig'ilsan? Varov cho'rin qilishma. Tez ularni etmanglar, tez. Hey, sen nimishqa bu qorg'uni boshlab kelding? Bu dunyoda chiroyli qizlarni sotmoqmi ters? Men degan savdo qilyapman. Ayollarni qutqizish o'rni ochmadim men. Hey, uni qoldirib qo'yinglar. Menga lozim bo'ladi. Sarang oldingmi? Sen bu qorg'uni olib nima qilmoqchi? Ha? Hamma qizlar yuzimni ko'rib qo'rqib